Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamizni o'zimizni Andijon viloyatiga tayyorlab berdik. Loyihamiz ko'rib turganingizdek 2 qavatlik, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Albatta, ushbu loyihamizda yashash uchun barcha shart-sharoitlari o'zida mujassamdir. Endi loyihamizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, mana bu bizda asosiy ko'cha tarafimiz hisoblanadi. Darvozamiz ko'rib turganingizdek chap qo'l chekkada joylashtirib ketilgan. Ko'cha tarafimizning uzunligi bor yo'g'i 11.60 sm. Mana bu devor chekkasidan mana bu chekkasigacha 12 metr ham chiqmaydi, 11.60 sm. Buni 12 metrga moslasa ham bo'laveradi. Uyimizning mana bu yon taraf uzunligi esa 22 metrni tashkil etadi. Mana shunda agar siz ham ushbu loyihadagi uyimizni birga bir qurmoqchi bo'lsangiz, maksimal yarim sotiq yer maydoni kerak bo'ladi. Albatta, asosiy bo'lgan mana bu 2 qavatli uyimizning razmerlari esa aytib o'tganimdek ko'cha tarafi 11.60 sm, mana bu yon taraf esa 11.40 sm. Mana shunda shu 2 qavatli uyimiz 132 kvadrat yer maydonini egallab turibdi. Umumiy xonalar soni 8 xonadan iborat bo'lib, pastki qavatda 4 xona, tepada 4 xona qilib tayyorlangan. Endi loyihadagi uyimizning xonalar joylashuvi bilan tanishib chiqamiz. Loyihadagi uyimizning fundamentlarini umumiy yaxlit ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, mana bu darvozaxonamizdan kirganimizda o'ng qo'l tarafda bu qoldirib ketilgan zinalar orqali podval qismiga tushiladi. Mana bu yerdagi bir qavatli oshxonamizning ostki qismini biz podval qilganmiz, sababi katyol va ombor sifatida foydalanishlik uchun. Podvalimizda bitta kirish eshigi va bitta forchkalari qoldirib ketilgan. Fundamentimizning razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, balandligi 45 sm. Mana shunda 3 pog'ona zina bilan uyimizni 0 atmetkasiga ko'tariladi. Bu bizda umumiy yaxlit fundament quyilish holatlari. Endi devor rejalariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizning devorlarini umumiy ko'rinishlari mana shunday holatda. Devor razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda har bir qavat balandliklari 3 metr hisob olinadi. 280 devor uriladigan bo'lsa 20 sm seysmopolis aylanadi yoki 30 sm aylantirsangiz ham bo'laveradi. Shunda qavat balandliklarimiz 3 metr hisobda bo'ladi. Devorimizni tashqari devorlarini aytib o'tadigan bo'lsak, tashqari devorlariga sovuq o'tkazmasligini hisobiga, yuk ko'tarishligini hisobiga 1,5 g'ish, qolgan ichkaridagi parda devorlarimiz holatiga qarab yarim g'ish yoki 1 g'ish hisob olingan va mana bu tarafda joylashtirib ketilgan bir qavatli uylarimiz ham tashqari taraflari 1,5 g'ish olingan. Bu bizda oshxona hisoblanadi. Boya aytib o'tganimdek, oshxonani ostki qismi mana bu yerdagi zina orqali tushiladigan podval qilingan. Yozgi oshxonamizni mana bu yon tarafiga joylashtirib ketganmiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuviga to'xtalib o'tamiz. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Ko'cha tarafimizda bunaqangi ajoyib bo'lgan fasonlarda ishlatganmiz va o'zining kichkinagina balkonchasi ham bor. Endi bu balkonchani har kim o'z ixtiyoriga qarab qo'ysa yoki qo'ymasa bo'laveradi. Asosiy hovliga kiradigan granni darvozaxonamiz mana bu chekkada chap qo'l tarafda joylashtirib ketilgan. Mana shu darvozaxonamizdan kirganimizda birinchi hovlimizni atmosferasini bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, juda bir skromniy, soddagina, chiroyli holatda ishlangan. Mana bu bizda qishki oshxona bo'lsa, bu yozgi oshxona. Uyimizga asosiy kirish qismi 2 bo'limga bo'lingan. Xonadon egalari mana bu yerda qoldirib ketilgan zinalardan foydalanadi. Ko'tarilib kirganimizda koridor bor va koridor orqali xonalarga kiriladi. Darvozaxonamizning o'ng qo'l tarafida qoldirilgan bu zina orqali esa mehmonxonaga kiriladi. Darvozaxonamizdan kirganimizda o'ng qo'ldagi mana bu xona bizda mehmonxona bo'ladi. Biz ataylab mehmonxonani eshigini ichkari muhitdan uzish maqsadida bu
bu yerda zina qoldirib ketganmiz. Mana shu zina orqali ko'tarilib bu eshikdan kiradigan bo'lsak, bu bizda mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamizni derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan va darvozaxonamizda ham bitta derazalari mavjud. Bu bizda keng kattagina mehmonxonamiz bo'ldi. Endi bu xonadan qaytib chiqib, glavniy zinalar orqali xonalarga kirib tanishtirib o'tamiz. Mana bu yerda qoldirib ketilgan eshikni oxirida tushuntirib o'taman. Mana bu esa bizda eshik emas, deraza, ya'ni panoramik holatda. Endi asosiy glavniy xotimizdan kiradigan bo'lsak, bu zinalar orqali ko'tarilib kirganimizda binagina koridorimiz. Koridor orqali ikkita xonaga kiriladi. Agar koridordan to'g'riga mana bu eshik orqali kiriladigan bo'lsa, bu bizda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari hisoblanadi. Agar o'ng qo'ldagi mana bu eshik orqali kiriladigan bo'lsa, qo'l qismiga, ya'ni zalimizga kiriladi. Chap qo'ldagi bu eshik esa bizni ayollarimiz sevadigan oshxonamizga olib kiradi. Bemalol oshxona mebellarini terib, o'zlari oilaviy ovqatlanib o'tirsalar ham bo'laveradi. Juda keng, kattagina holatda. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi oshxonadan koridorimizga qaytib chiqadigan bo'lsak, mana bu o'ng qo'l tarafdagi eshik orqali zal qismiga kiradi. Bu bizda zalimiz hisoblanadi. Zalimiz ham keng, kattagina. Oilaviy ovqatlanib o'tirsa ham, televizion qilib o'tirsalar ham bo'laveradi. O'ng qo'l tarafida bunaqangi ikkinchi qavatga olib chiqadigan zinalari qoldirib ketilgan. Zalimizni yoritish maqsadida darvozaxonamizga qaratib o'tilgan panoramik holatda derazalar qoldirib ketilgan. Chiroyli holatda. Mana shu zina ostidagi bu eshigimiz tashqaridan kirsa bo'ladigan holat qilingan. Nimagaki, o'zlariga yaqin bo'lgan mehmonlar mana shu yerdan olib kirsalar ham bo'laveradi. Mana bu yerda qoldirib ketilgan eshigimiz esa birinchi qavatdagi bolalar yotoqxonasi. Keng, kattagina. Boya aytib o'tgan panoramik derazamiz mana shu yerda. Bu xonamizni tabiiy yoritish maqsadida va tabiiy shamollatish maqsadida mana shu yerga biz deraza qoldirib ketganmiz. Bu bizda umumiy birinchi qavatimiz bo'ldi. Birinchi qavatimizda mehmonxona, bolalar yotoqxonasi, zal va oshxonamiz joylashtirib ketilgan. Endi ikkinchi qavat bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizga mana shu zinalar orqali. Endi ikkinchi qavatimizning xonalarini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, zalda joylashtirib ketilgan zinamizdan bunaqasi ko'tarilib chiqqanimizda, bu bizda ikkinchi qavatimiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni tanishtirishni boshlaymiz. Ikkinchi qavatda koridorini yoritish maqsadida mana bu yerda panoramik deraza qoldirib ketganmiz. Endi bu tarafdagi xonalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizda ham 4 ta xonamiz bor. Zinadan chiqqanimizda chap qo'l tarafda mana bu eshik orqali kirganimizda, bu bizda bolalar yotoqxonasi, derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Chiroyli tinam holatda. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi, yonida esa mana shu ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xona qoldirib ketganmiz. Kattalar yotoqxonasi bor bizda ikkinchi qavatimizda. Zinadan chiqqanimizda to'g'ridagi mana bu xona bizda kattalar yotoqxonasi, keng, kattagina shinam holatda ishlangan. Ushbu xonamizni o'ziga tegishli bunaqangi shaxsiy garderoblari va shaxsiy yuvinish xonalari qoldirib ketilgan. Mana bu yerda garderob bo'ladigan bo'lsa, mana bu esa yuvinish xonalari. Endi bu xonadan qaytib chiqamiz. Qaytib chiqqanimizda, zinadan chiqqanimizdagi o'ng qo'l taraf hisoblanadi. Mana bu yerda ham kichkinagina koridor. Mana shu yerda ikkita eshigimiz, o'ng va chap. Chap qo'lda eshik orqali kirganimizda, bu yerda ham bitta kattalar yotoqxonasi qoldirib ketilgan. Derazalari ko'cha tarafga qaratib o'tilgan. Bu kattalar yotoqxonasini ham o'zlariga tegishli bunaqangi shaxsiy yuvinish xonalari keng, kattagina qilib olingan, chiroyli holatda. Endi bu xonadan qaytib chiqib to'g'ridagi xonaga kiradigan bo'lsak, bu bizda yana bir bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Bu bolalar yotoqxonasining derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Ikkinchi qavatimizda ikkita bolalar yotoqxonasi va ikkita kattalar yotoqxonasi. Umumiy olganda 4 ta xona joylashtirib ketilgan. Endi zinalar orqali qaytib tushadigan bo'lsak, real hayotda qurganingizda mana shuni, mana bu yerga baryer o'rnatadigan bo'lsak, chiroyli holatda bo'ladi. Endi u dizaynga qarab yana ishlov berilaveradi. Bunday yurib, zinalar orqali birinchi qavatga qaytib tushishimiz mumkin bunaqangi holatda. Yanimizda zal qismi hisoblanadi. Umumiy xonalar joylashuvi xuddi mana shundan iborat edi. Mana sizlar imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamizki, bizni Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni ko'plab YouTube kanaliga joylashtirilmagan loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.